Diqqat, tezkor xabar. Dunyoni yig'latgan Xizr endi ko'miladi. Do'stini qutqarish uchun erkaklik deya o'zini o'ylab o'tirmay suvga otgan 8 yoshli Xizr Derbichevning 8 kunda jasadi topildi. Ingushetiya Respublikasida butun Kavkazni oyoqqa turg'azgan va millionlab qalblarni larzaga keltirgan voqea 15-iyun kuni Sunja daryosida sodir bo'lgandi. Mit qahramon 2 nafar do'sti bilan o'ynayotganda to'satdan daryoga tushib ketgan yaqin do'sti Adam ismli bolani qutqarish uchun o'ylab o'tirmay suvga sakrab kuchli oqimda oqib ketgan. Guvohning aytishicha, oxirgi gapi qani biz erkakmiz-ku, uni qutqaraylik bo'lgan va darrov suvga sakragan. Он говорит: давай, мы же мужчины, давай его спасем, мы же могли бы тоже утонуть. Я ему говорю: не надо, я хотел уже старших позвать. Вот. Он говорил: давай его быстрее уже спасем. Он думал, что Адам утонет, сам утонул, его унесло. Uchinchi bola o'sha zahotiyoq kattalarni chaqirish uchun yugurgan va natijada shox barglarini arang ushlab qolgan Adam qutqarib qolingan. 8 kunlik qidiruv ishlaridan so'ng kecha 22-iyun kuni soat 16:50lar atrofida Xizrning jasadi topilgan va oila a'zolariga topshirilgan. Endi u o'z qishlog'ida dafn etiladi. Xizrni qidirish ishlarida minglab odamlar ishtirok etgan. Mahalliy aholidan tashqari Checheniston, Dog'iston, Shimoliy Osetiya, Kabarda-Balqariya hamda Qorachay-Cherkesiyadan, hattoki O'zbekiston va Qozog'istondan kelgan ko'ngillilar ham operatsiyada qatnashgan. Qidiruv ishtirokchilar Sunja daryosining o'zani qirg'oqlari va atrof hududlarini tekshirgan. Biroq yomg'irlardan keyin suv sathining ko'tarilishi va oqimning kuchayishi ishlarni ancha murakkablashtirgan. Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz va ota-onalardan farzandlaringizni suv havzalari yaqinida xavfsizligiga yanada e'tiborliroq bo'lishingizni so'rab qolamiz.